Rosa ko'p so'ragandinglar, baska modellashtirishni ko'rib chiqamiz. Ishonmaysizlar, bu juda ham oson-ku. Demak, ishimizni asos andozadan boshlaymiz. Bilasizlar, asos andozada oldi va orqa qismida shunaqa bittadan vitichkasi bo'ladi. Shu vitichkalarni kesib olib tashlang va chiziqni oxirigacha kesib qo'ying. Keyin matoga videoda ko'rsatilgandek qilib joylashtiring. Xohishingizga qarab baskani etak qismida kengligi uchun 3 sm dan 5 sm gacha qo'shishingiz mumkin. Uzunlik ham hamma uchun ixtiyoriy hisoblanadi. Bu ko'rib chiqqanimiz bazaviy baska. Agar siz bundan charchagan bo'lsangiz, men sizlarga yengilcha baska ko'rsatmoqchiman. Xuddi shu asos andozadagi merka bo'yicha. Bel qismidan yon tarafga 15 sm chiqing, yuqoridan pastga 10 sm belgilayman. Men uzunlikni 24 sm olaman. Shu joydan 5 sm ichkariga kirdim va tepadagi chiziq bilan tutashtiramiz. Hosil bo'lgan nuqtani bel chizig'iga birlashtiramiz. Keyin pastki burchakni hosil qilib, to'g'ri chiziq tortamiz. Baskamiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bel aylanasi kengligida balandligini 6 sm qilib poyez ham bichib oldim. Orqasi ham xuddi shu ko'rinishda bichib tikiladi. Shunda bizda zamonaviy, juda chiroyli oqshom va kundalik kiyimlar uchun ham ishlatsa bo'ladigan baskamiz tayyor bo'ldi. O'z didingizga qarab bezashingiz va turli matolardan tikishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, men bundan xursandman.